kulganimga ishonmang. Aka, tinchlikmi, ha? Ukam, mani yaxshilab eshit. Vaqtim kam. Nima bo'lyapti, aka? Tushuntirib gapiring. Tinchlikmi o'zi? Yo'ldan odam urib oldi. Qo'rqqandan qochib ketdim. Hazillashmang. Gapimni bo'lma. Mani yaxshilab eshit. Hadimi mani topshadi. Oilam, farzandlarim endi senga omonat. Bu yog'i endi peshonamdan ukam. Mashinani kaliti o'zidami? Nimaga ukam? Mashinani rulida. Siz emas. Taniydi. Nimalar deyapsan? Yoshlik qilma. O'zim qilgan xatoyimga o'zim javob beraman. Yoshligimizda bilib bilmasdan xato ish qilib qo'ysam, uydagilar ukam urishmasin deb hamma aybni o'zingiz bo'yningizga olardingiz. Endi bu safar mana keldi. Qoching yo'limdan aka, yo'limni to'smang. Voy, Murod aka, Gap yo'q ukam, mard bola ekansan. siz bu yerda nima qilyapsiz? Xosdan oldingi kelishimizdan oldin akang bilan. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Namuncha bu telefonni voqma qilib chaqirmasang. O'rtoq, ukam hozir ozgina qiynalyapti. Ishidan keyin ozgina tirikchilik qilib turadi deb mana mashinatingizni oldim. Qachongacha shu ukangga yordam qilaversan? O'zini o'zi evlasa bo'lmaydimi? Katta bola-yu. Nima, sani orzu havasing yo'qmi? Namuncha senga osilib olmas. Ey, menga qara, gapingni sal o'ylab gapir. Ukam to'g'risida gapiryapsan. Kerak bo'lsa shu ukam sendek o'rtoqlarimni 100 tasi qila olmaydigan ish qiladi. Men uchun qiladi. Shu sapojniy ukang sen uchun nima ham qilib bera olardi? Jabza qilib bera olmaydigan. Shunaqa degan, yur ketdi bo'lmasa ko'rasan. Ko'ramiz, yur. Ukam, boy santoringni noto'g'ri gapirib qo'yinma. Men bor o'zi. Murod aka, katta odamsizlar-ku. Odam ham shunaqa qilsaydimi? Ukam, men senga ishonardim. Aka, bilmasangiz o'zingiz uchun yaxshilab bilib qo'ying. Men siz uchun jonim berishga tayyorman. Buni haqiqiy akikani oqibati deyishadi. Men hazillashmayman men bilan boshqa. Bo'ldi endi, xafa bo'lma. Ko'rmayapsiz, ish qilyapman. Boring xalaqit qilmang aka, ishingizni qiling.